با سلام، مورخ 10/11/404 میدان تربار جیرفت. دوستان، زمین سنگین، سیب زمینی از 32 به 27-28 و پیاز هم قیمت پایین. شماره تماس 0938-180-2046 در خدمت تمامی دوستان عزیز و میداندار میدان تربار جیرفت. Havoda qolib, mana suv nimaga qo'yiladi? Mana suvdan chiqayotgan par mashinani svetida ko'rinyapti. Suvni ochib, kamiga yana bunday qilib o'tlarni, hashaylarni, mol tezaklari bilan yoqib qo'yildi. Ozonga minus berdi bizda ham vodiyda. Havoda qolib, bugun 12-mart. Xo'p, kartoshkalarimizga suvlar tarab qo'yganmiz, lekin havo -2 bo'ldi bugun. Oq quroqlar tushdi, ochiqdagi suvlar beti muzladi. Xo'p, kartoshkalarimizda sovuq oldi-yu, bugun sovuq olgan alomatlar ko'rinyapti. Biz sabablarni qildik, qo'yani endi Allohdan. Sovuq olgan bo'ladimi, olmagan bo'ladimi? Yana Allohdan. Shunaqa yerda atrofiga aylantirib tezalarda o'sha bozorlarni yoqib qo'yganmiz. Mana bunday qilib yonib yotdi aylanasiga. Xo'p, kamiga bunaqa qilib suvlarni ham ochib qo'yganmiz, lekin yerda betimizlar, kartoshkalarga oq quruq tushdi. Endi hali kun isisa ham video qilamiz. Qani, agar sovuq olgan bo'lsa, sirasi qorayib, sirasi chalpayib qoladi. Ochiqdagilari ham, klonkani tagidagilari ham. O'sha klonka muzladi, u kartoshkani o'sha teyib turgan joylari ham muzladi. Shunaqa bilyapman endi. Muzlaganda endi boshqa salafalni olib tashlaymiz yangitdan. Bak chiqaradi, endi necha bachkilab chiqaradi. Ziyoni ozgina hosildorlikka sal ta'sir qiladi. Mevasi sal maydaroq bo'lib qolish ehtimoli ko'proq. Dehqonlar nima bo'lganda ham duo qilib turinglar. Dehqonlarda, hamma yurtimizda dehqonlarda, dehqonchilari yaxshi bo'lsin, barakali bo'lsin. Yurtimizda, bozorlarimizda serobgarchiliklar bo'lsin. Yana davom etamiz. To'xtab qolish yo'q bizda. Keyingi videolar kutib qo'yinglar, dehqonlar.